Dasturimizni o'zbek va jahon sportiga oid yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiramiz. 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilayotgan musobaqalar mahallalarda sportsevar yoshlarni o'z atrofiga jamlamoqda. Surxondaryoda ham mazkur yo'nalishdagi bellashuvlarda minglab yoshlar o'z mahoratlarini namoyish etmoqdalar. Hozirgi lavhamizdan workout hamda shaxmat musobaqasining viloyat bosqichi tafsilotlari o'rin olgan. 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarining mahalla, sektor, tuman bosqichlarida Surxondaryo viloyatining 724 ta mahallalardan iborat yoshlari ishtirok etishmoqda. Sportning 13 ta turi bo'yicha o'tkazilgan bellashuvlarga minglab yoshlar qamrab olinyapti. Mazkur bosqichlarda tashkil etilgan musobaqalarda g'olib bo'lgan sportsevarlar viloyat bosqichi bellashuvlarida yana bir bor o'z jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o'tkazmoqdalar. Prezidentimiz tashabbuslari bilan ilgari surilgan 5 tashabbus olimpiadasi ommaviy sport musobaqalarini davom etib kelmoqda. Barcha mahallamiz yoshlari uchun bu katta yutuq va katta imkoniyatlarni berdi. Shu boisdan mana bu mahalla yoshlari o'rtasida bo'layotgan 18-30 yoshlar toifasidagi mahalla yoshlari uchun workout sport turidan musobaqalar tashkil etildi. Shu musobaqalarimizda 5 ta bosqichdan iborat bo'ladi. Birinchi bosqichdan to hozirgi kunga qadar 14.800 nafardan ortiq mahalla yoshlari o'z qiziqishlarini bildirib musobaqalarda ishtirok etdi. Viloyat bosqichida g'olib va sovrindor bo'lgan birinchi va uchinchi o'rinlarni egallagan mahalla yoshlari, o'smirlar, yigitlarimiz xudo xohlasa respublika bosqichida ishtirok etish yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Shuningdek, bugun bo'lib o'tayotgan shaxmat sport turi bo'yicha ham bir qator musobaqalarimiz tashkil etildi. Buni natijasida professional hamda havaskor shaxmatchilarimiz ham o'z qiziqishlarini bildirib, mana bugun viloyat bosqichigacha yetib keldi. Bunda ham g'olib va sovrindor bo'lgan mahalla yoshlarimiz, o'g'il-qizlarimiz respublika bosqichida viloyatimiz sha'nini munosib himoya qilishda umidvormiz. Termiz shahrida o'tkazilgan workout musobaqasining viloyat bosqichi ham qiziqarli bahslarga boy tarzda o'tdi. Bellashuvda 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan havaskor sportchilar ishtirok etishdi. Unda mahoratli ishtirokchilar g'alaba qozondilar. Shuningdek, sportning shaxmat turi bo'yicha o'tkazilgan bellashuv ham bir-biridan qiziqarli bahslarga boy tarzda o'tdi. Musobaqada havaskor sportchilar 3 ta yosh toifasi bo'yicha bahslarga kirishgan bo'lsa, professional sportchilar o'rtasida 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lganlar ishtirok etishdi. Aytish kerakki, jismoniy mukammallik uchun sport qanchalik muhim bo'lsa, salohiyat uchun shaxmat shunchalik muhimdir. U insonlarga xos bo'lgan alohida xususiyatlarni rivojlantirish va aqlni mashq qildirishning qiziqarli hamda qulay yo'lidir. Tashkil etilgan shaxmat o'yinida ishtirokchilar raqibga hurmat, do'stona o'yinlar madaniyati kabi jihatlari namoyon bo'ldi. Har bir shaxmatchi o'zining bilimi va kuchidan foydalangan holda shaxmat donalarini surishga harakat qildi. Musobaqa yakunida g'oliblar aniqlandi va ularga bellashuv diplomi, medali hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Endilikda ular 5 tashabbus olimpiadasining respublika bosqichi ishtirok etadilar. Umuman olganda ushbu yo'nalishdagi bellashuvlar mahallalarda yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishi bilan birga, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini mustahkamlab, yangidan yangi jismoniy mahorat egalarini aniqlamoqda.